Eng yaxshi tilxat bu pul bermaslik. Barcha yuristlar tilxat olishda uni yoz, buni yoz, pasport nusxasini ol deb maslahat berishyapti. Men esa tilxat olishdan oldin o'sha odamni bir o'lchab ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki pul, tovar yoki boshqa narsalar olayotgan odamning niyati buzuq bo'lsa, nomida hech vaqosi va o'zining biror arzirli kasbi bo'lmasa, 1000 ta tilxat yozdirib ol, baribir pulingni qaytarmaydi. Hozir bizga murojaat qilayotganlarning 90% tilxat yozib berdi-ku, pulimni qaytarardi-da deb aldanib qolganlar bo'ladi. Endi ularga tilxat yordam bermayapti. Chunki iqtoluvchining na qo'shimcha uyi, na mashinasi, na vijdoni, na bir tayinli ish joyi bor. Siz tilxatga emas, pul yoki boshqa narsa olayotgan o'sha kishining o'ziga qarashingiz kerak. Bu odamning o'zi kim, ertaga pulni, tovarni qayerdan topib beradi? Shunisi muhim. Bir varaq qog'ozga tilxat yozdirish oson, lekin keyin u odamni topish yoki pulni undirish mushkul ish. Odamlar qo'limda tilxat bor, xotirjamman deb adashishyapti. Pul berishdan oldin o'sha odamni yaxshilab tekshiring. Hozir ko'pchilik pulimni olish uchun sudlashyapman, lekin ijrochilar hech narsa undirib berisha olmayapti deb sarson bo'lib yuribdi. Xo'sh, oralaringizda tilxatga ishonib pulidan yoki molidan ayrilib qolganlar bormi? Izohda yozing. Bu qolganlar uchun ham bitta achchiq saboq bo'lsin.